Assalomu alaykum. Hurmatli prezidentimiz. Mana buni Hazaras tumani Shankalasi yeri ajratilgan pullar yana xudo xolasa yaxshi ishlar bilan ta'minlanyapti. Buning uchun sizga rahmat. Hazaras tuman hokimi Maqsudbek Abdullayevga ham rahmat. Bu odam kelib mana Hazarasda ko'p o'zgarishlar bo'lyapti. Yo'llar ham, kanalizatsiyalar ham ta'minlanib, xudo xolasa ajoyib bo'lyapti. Mana Shankalamiz. Mana rahmat hokim buva. Prezidentimizga alohida rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. İşlerinizde omad, bunning xayrli ishlari hamma vaqtda qilish nasib etsin. Hormonlar ustalar, assalomu alaykum. Malades ina. İçen kalamiz xudo xolasa ajoyib bo'lyapti. Mana davraklariga qaranglar, o'rtoqlar. Bu xudo xolasa ertaga Hazaras tumanini bemalol boqadi, xudo xolasa. Bu turistik nimalar kelib boshlasa, xudo xolasa hammasi yaxshi. Prezidentimizga omad, hokim buvaga omad. Rahmat. Inan shunday ishlar qilib xalqimizga yaxshiliklar qilib tursalar, xudo xolasa aytgan ishlaringiz Alloh taolo jamdar jahondan qabul etib, savobundan bahramand etsin. İşlerinizde omad, salomat bo'ling.